Assalomu alaykum hurmatli baliq ov ishqibozlari. Bugun Namangan viloyati Axsi qishlog'idagi Jibi ko'lga kelganmiz. Xudo xolosa bu yerda juda ham ko'pchilik ov ishqibozlari ov qilib o'tirishibdi. Xudo xolosa ko'pchilik so'ragan savollarga Glavniy Abdumajid aka borlar. Mana shu kishidan savollarga javoblarni topamiz. Xudo xolosa. Assalomu alaykum Abdumajid aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Alisher, mazali yaxshimi? Rahmat aka, bu Jibi ko'l haqida juda ko'pchilik savol bergan. Bu yerda hajmi qanaqa baliq bor, qanaqa imkoniyatlar borligi haqida savollarimizga javob beradigan bo'lsangiz, ko'pchilikga foydali ma'lumot bo'ladi albatta. Xo'p, bu joyimizda qanaqa baliqlaringiz bor? Kilosi qanaqa aka? Bu ko'limiz 50 gektar joy, chuqurligi 30-35 metrgacha chuqurlikda. Bu yerda ko'limizda o'sha 50 gektar suv ichida laqqa baliq bor, 200 kilogacha, 100 kilodan. Laqqa baliqlari katta ekan. Yonboshlar, sazarlar, amur sazan, talistolib, cho'rni pyostralar bor. Har xil baliqlar bor. Usach bor. O'sha qaysi ovchi nimani xohlasa o'sha baliq topsa bo'ladi. Ustasi bo'lsa bo'ldi, topadi. Ustasi bo'lsa, xudo xolasa ushlashadi, yaxshi. Aka, yana bir bu yerda ko'rib turibmiz, joy juda ham keng. Dam olish uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Misol uchun oshno'g'anlar keladi, boshqa bo'ladi. Bu yerda o'sha spirtli ichimlik ichilmaydi. O'sha keladigan mehmonlar oshna oynasidan kelib, unaqa palatkalarda tutib, mehmonlar bir kun, ikki kun qolib, o'sha damini olib, ovqat ozg'ini pishirib. Aka, yana bir savol. Xo'p, mana keldik deylikda, masalan, 5 talik kompaniya keladigan bo'lsa, uning ichida 3 kishi ovchi, 2 kishi ov qilmaydi. Faqat maishat kelgan odamga kirsa pul to'lash, boshqa narsalar yo'q-a bu yerda. Yo'q, oshnovoylar 4 qarmat tashlaydigan o'sha mehmonimiz to'lov amalga oshiradi. Oshnovoylardan kelib bemalol damini olib. Qalmoq son boshiga to'lov qilinadi-a? Har bitta qarmoqqa to'lov qilinadi. Aka, bu yerda qanaqadir haligi chegaralangan narsalar ham bor, misol qanaqadir qoidalarni buzmaslik kerak degan joylari. Biz ko'limiz o'sha 34-35 metrga chuqurlikda, bu yerga cho'milish mumkin emas, qayiqda suzish mumkin emas. Sababi yerda katta baliqlar bor. Inson uchun xavfli baribir. Tinchlik kerak hammaga. Xolasa spirtli ichimlik ichmagan holatda damlarni olib, kayfiyatni ko'tarib ketaveradi mehmonlar. Aka, video qisqa qilish maqsadida telefon raqamingizni qoldirib qo'ysak, yana bitta ikkita ma'lumot beramiz. Telefon raqamingizni aytib o'ting. 94 bilan 094 73 77 keladigan mehmonlar ana shiypanimiz bor o'rtada. Shu shiypanga kelib kassaga har bitta ishlatadigan qarmoqlariga to'lovni amalga oshirib, bemalol ovlarni davom ettirishaveradi. Ovlangan baliqlar bekorga. Shu qalmoq shtukka to'g'risida bo'ldi. To'lov qilishadi, bo'ldi. Hurmatli obunachilar va aka-ukalar, mana shu video foydali bo'lgan bo'lsa, shunaqa keng manzarada mazza qilib dam olaman degan o'rtoqlaringizga videolarni tashlab qo'yadigan bo'lsani, adresimiz o'sha Jidakapadan kirib kelishda, xudo xolasa Jibi ko'l desa ko'pchilik biladi. Tabiat juda ham chiroyli holatda. Oshno'g'anlar kelib bemalol palatkalar bilan dam olsani pretenziya qilmagan holatda, spirtni ichmasdan, tozalikka rioya qilib, xudo xolasa hamma bir-birini hurmat qilsa, maza qilib ov qiladigan joy. Hozir bilasizlar, bunaqa tabiiy ko'l juda ham kam qoldi. Sababi hammasi boqilgan baliqlarni ta'mi bilasizlar ozgina farqi bo'ladi. Bu yerda o'zi tabiiy katta bo'lgan, mosheb katta bo'lgan baliq deyishdi. Xudo xolasa o'zimiz ham yeganmiz, juda ham shirin baliq. Mana asosiysi ko'pchilikda hozir natijalar bor. Mana natijalarni sadoklar suvga tushgan, xudo xolasa. Abdumajid aka, bo'lmasa videoni tamomlaymiz. Hurmatli obunachilarga gaplar bo'lsa gapirasiz. Qiziquvchi insonlar, dam oluvchi insonlar kelib bemalol Jibi ko'lda damda olib ketishlari mumkin. Diametri juda ham katta, xudo xolasa bemalol kelib damlaringlarni olib ketishini mumkin akalar.